Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. O'tgan mashg'ulotimizda muhandislik grafikasi fanlarini tuzilishi, tarkibini va ularni maqsad vazifalarini ko'rib chiqdik. Bu mashg'ulotda endi demak muhandislik ta'limi, muhandislik grafikasi fanlarini ta'lim jarayonini tashkillashtirish haqida va ularning rivojlanish tendensiyalari haqida qisqacha to'xtalamiz. Muhandislik ta'limi o'zi muhandislar va pedagoglar o'rtasidagi o'zaro bog'lovchi jarayon hisoblanadi. Ya'niki bu yerda biz ikkita sohani umumlashtirib, ya'ni chambarchas bog'lab o'qitishimiz kerak. Bu degani muhandislik sohasi, ya'ni ishlab chiqarish, qurilish, xizmat ko'rsatish sohasidagi zamonaviy oxirgi o'ylab topilgan texnologiyalarni inobatga olgan holda va pedagogikaning oxirgi ta'lim texnologiyalarini, metodikalarni inobatga olgan holda o'sha ikkalasini chambarchas holda o'qitishni nazarda tutadi. Demak, o'shani bugun ko'rib chiqamiz. Undan oldin bir nimaga to'xtalamiz. Hozirgi vaqtda muhandislik grafikasi tayyorgarlik strukturasi 3 bosqichga, 3 ta ko'rinishga bo'lishimiz mumkin. Ya'niki bu bizni fanlarimiz bor edi: chizma geometriya, chizmachilik va muhandislik kompyuter grafikasi. Mana shu fanlarni oliy ta'lim sohasi yoki bo'lmasam ta'lim yo'nalishlariga qarab turib turlicha shakllantirishimiz mumkin ekan. Avval oliy ta'lim muassasalariga to'xtaladigan bo'lsak, respublikamiz bo'yicha ikkitagina oliy ta'lim muassasalarida, ya'ni ikkita soha bo'yicha biz quyidagi fanlarimizni o'tamiz. Bu ham bo'lsa biri pedagogika sohasida, ikkinchisi esa texnika sohasida. Endi texnikaning ichiga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qurilish sohalari kirib ketadi. Pedagogika sohasida ko'proq parallel holatda o'tiladi. Ya'ni bunda vaqt nisbatan kengroq va vaqt nuqtai nazaridan imkoniyat borligi hisobga olingan holda fanlarimiz parallel ravishda. Ya'niki chizma geometriya birinchi kursdan o'qitiladi, u bilan birga chizmachilik o'qitiladi va chizma geometriya tugagach keyin kompyuter grafikamiz o'qitilishi mumkin. Ya'ni ko'proq parallelga to'g'ri keladi. Endi texnika oliy ta'lim muassasalarida esa vaziyat boshqacha. Ya'ni bu yerda biz texnika oliy ta'lim muassasalarida bizning fanimiz ko'proq umumtexnik, umumkasbiy fanlar blokiga kirardi. Shuning uchun ko'proq bir semestr, ayrim yo'nalishlarda chuqur o'rgatilish kerak bo'lgan yo'nalishlarda 2 semestr, hozirgi kundagi vaziyat haqida gapiraman, 2 semestr ham o'qitilishi mumkin. Ko'proq hozir umumiy respublikamiz texnika oliy ta'lim muassasalarida 1 semestr davomida o'qitiladigan bo'lgan o'quv rejalarida shunaqa keladi. Endi mana shu jarayonda 1 semestrgina o'qitiladigan jarayonda biz 3 ta katta fanimizni bitta fan qilib, fanlarimizni o'zini esa modullar yoki bloklar ko'rinishida berishga majburmiz. Mana shu joyda ketma-ketlikni saqlashga ham majbur bo'lamiz. Ya'ni birinchi bo'lib chizma geometriyani o'tamiz, keyin chizmachilikdagi, ya'ni chizmaga qo'yilgan talablar, davlat ta'lim standartlari asosida uni bajarishni o'rgatamiz va oxirgi qismida esa ketma-ketlikda 3-qismida kompyuter dasturlardan foydalanish va ular asosida dasturlarda chizmalar bajarish va 3D modellar qurishni o'rgatamiz. Ya'ni biz texnika oliy ta'lim muassasalarida ketma-ketlikni ko'proq saqlashni optimal usul deb shunga kelishilgan. Ana endi kelajakda va bizni kutayotgan tendensiyalardan biri bu to'liq kompyuterlashtirilgan. Ya'ni o'tgan mashg'ulotda ham bunga to'xtaldik. Bu ko'proq mana bu kompyuter grafikasining fan sifatida rivojlanib, bizni fanlarimizga integratsiyalashib, alohida fan blok paydo bo'lganini inobatga olgan holda boyagi chizma geometriya va chizmachilikni qonuniyatlarini inkor qilmagan holda shakllangan. Shuning uchun boyagi chizma geometriya, chizmachilik fanlarimizni qonuniyatlarini inkor qilmaganligi uchun ham ularni o'zini alohida fan sifatida mavjud bo'lishini demak muammo sifatida hozirgi kunda qo'yadi.
Bu degani chizma geometriyani alohida o'zini qonuniyatlarini o'rganishni ehtiyoji bor yoki yo'qligi, u chizma geometriya fanimizga vaqt ajratish kerak yoki yo'qligi haqida mana bu blokda gaplashilinadi usul shaklda. Hozircha bu haqda ikkilanishlar bor. Bunga hali o'tishimizga ozgina vaqt ham bor. Lekin hozirgi ishlab turgan parallel va ketma-ketlik albatta bir kun emas bir kun to'liq kompyuterlashtirishga o'tiladi. Buni yana nima bilan bog'lashimiz mumkin? Biz aytdik boshida mashg'ulotimizni bizni fanimiz ishlab chiqarish bilan, qurilish bilan chambarchas bog'liq dedik. Qachonki ishlab chiqarish to'liq avtomatlashtirishga o'tilsa, chip ustanoklarga va boyagi additiv texnologiyalarga to'liq o'tib ketilsa, bizni qo'lda bajargan chizmalarimizga ehtiyoj bo'lishi tabiiy holki ehtiyojni kamaytiradi. Ko'proq boyagi kompyuterlashtirilgan, avtomatlashtirilgan tizimga o'tishga majbur bo'lamiz. Bu demak bizni konseptual desak ham bo'ladi, konseptual yondoshimiz kerak bo'lgan strukturalardan. Mana bu demak bizni hozirgi kunda respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida fanlarimizni o'tishimiz mumkin bo'lgan strukturalar ekan. Parallel, ketma-ket yoki bo'lmasam to'liq kompyuterlashtirilgan. Endi zamonaviy yondashuvlar muhandislik, grafika fanlarini o'qitishni zamonaviy yondashuvlar juda ko'p deb talqin qilinadi, lekin hammasi baribir borib o'sha zamonaviy axborot texnologiyalariga borib taqaladi. Ya'niki kompyuter texnologiyalariga. Bu yerda mana Suprunni ham fikriga qo'shilib ketamiz. Chizma geometriya kompyuter grafikasi texnologiyalarining paydo bo'lishi ortida o'z dolzarbligini yo'qotmasligi, oliy muhandislik ta'limida foydali bo'lishi uchun o'quv fani mavzularini bayon etishga yangicha yondashuv kiritilishi kerak deyiladi. Ya'ni biz boya to'xtalib o'tilgan chizma geometriya fanimizni kerak emas degan fikrlarga qarshi, demak o'sha chizma geometriya kursida o'tiladigan mavzularni yaqqol virtual sirt yuzalarni shakllantirish, ya'ni kompyuter bilan bog'lab o'qitishni ilgari suradi. Bu bir yondashuv. Suprunning yondashuvi shunaqa ekan. Chizma geometriya kursini saqlab qolish uchun, uni an'anaviy tarzda dars ta'lim jarayonida saqlab qolish uchun, demak, undagi jarayonlarni bu bo'ladi metrik va pozitsion masalalarni avtomatlashtirilgan dasturlar yordamida tushuntirishni orqali fanni saqlab qolish demak talqin qilinyapti. Keyingi yana yondashuvlar ko'p. Ayrimlarga to'xtalib o'tamiz bugungi mavzu doirasida. Yana bir demak talqin qilinayotgan yondashuvdan biri Kulikovni fikricha bu ma'ruzalar davomida kursning nazariy qismi bayon etilishi ko'p sonli chizmalar bilan birga amalga oshiriladi bizning fanimizda. Ya'ni biz ma'lumotlarni matn ko'rinishida emas, ko'proq chizmalar ko'rinishida bayon qilamiz. Shunga odatlanganmiz va bizning fanimizning xususiyati ham, spesifik xususiyati ham shundan iborat. Shunday ekan, fanlarning amaliy mashg'ulotlari individual topshiriqlarni yechishda nazariy materiallarni mustahkam egallashga va o'quv materiallarini o'zlashtirish ustida nazoratni amalga oshirishga yo'naltirilgan. Va mana shu jarayonni demak zamonaviy konstruktor dasturlaridan foydalangan holda amalga oshirish muammoning yechimi deb demak Kulikov ham boyagi zamonaviy grafik dasturlarga to'xtaladi. Hozircha mana shu ikkita demak tadqiqotchining fikricha muammoning yechimi hozirgi kunda fanimizdagi muammolarning yechimi kompyuter dasturlarida deb to'xtalishadi. Keyingi demak taklif yondashuv shundan iboratki, zamonaviy konstruktor dasturlarni chuqur o'rganish ba'zi noyob komandalar va opsiyalar talabalardan ma'lum bir grafik kompyuter tayyorgarlikni talab qiladi deydi. Ya'ni bu bazaviy deymiz, ya'ni bazaviy ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni sichqoncha, klaviatura, kompyuterning oddiy tushunchalaridan bilish kerakki, keyin biz dasturni o'rgatishimiz kerak. Qisqacha qilib aytganda, bularning fikrida ular ma'lum bir informatikadan, kompyuterdan foydalanish bo'yicha bazaviy ma'lumotlar bilan kelinsa,
keyin biz ularga to'g'ridan to'g'ri dasturlardan foydalanish, boyagi chizma talablari asosida chizma bajarish, virtual modellar qurishni o'rgatishimiz mumkin. Lekin bularni fikrlarim davomida bu dasturlar shunchalik tez rivojlanyaptiki, hozirgi kunda CAD tizimlari shunchalik tez rivojlanib ketyaptiki, ularni demak versiyalari har yili chiqadi. Masalan, biz o'rganganmiz AutoCADni optimal tarzda, demak optimal yechim deb AutoCAD dasturini tanlaganmiz. Ko'pgina oliy ta'lim muassasalarida AutoCADni aytaylik har yili yangi versiyasi ishlab chiqiladi va undagi yangi qo'shimchalar bor. Mana shu joyda demak mana bu tadqiqotchilarning fikriga qo'shiladigan bo'lsak, bu yerda ularda talabalarni mustaqil ta'limga, ya'ni mustaqil o'zlarini ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirmasak, biz o'rgatganimiz bilan ular o'zini kasbiy faoliyatlarida yangi versiyalari bilan bir qator muammolarga duch kelishi mumkin deyiladi. Qisqacha qilib aytganda, bularning fikri mustaqil ta'limga. Hozirgi kundagi kredit modul tizimida ham asosiy urg'u mustaqil ta'limga berilyapti. Shuning uchun bularni ham fikriga qo'shilishamiz. Biz to'liq kompyuterlashtirishga o'tganimiz bilan bizni bitiruvchilarimiz, talabalar kasbiy faoliyatlarda o'sha zamonaviy talablarga javob berishi uchun o'zlarining ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishimiz, bu esa ko'proq mustaqil ta'lim bilan shakllanishiga urg'u berilgan. Ana endi hozirgi kundagi demak tendensiyalar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda biz aytganmiz, bizni fanimiz ishlab chiqarish, qurilish, xizmat ko'rsatish sohalariga chambarchas bog'liq. Shu bilan birga pedagogikaning oxirgi zamonaviy texnologiyalari, axborot texnologiyalari bilan chambarchas tarzda o'tishimiz kerak. Ana endi muhandislik sohasini rivojlanish tendensiyalari quyidagicha bu hozirgi kunda quyidagicha. Demak, mahsulot tayyorlashda, mahsulotni loyihalash jarayoni oldinlari an'anaviy usulda, ya'ni biz hozir ham an'anaviy usulda ham bajaramiz. Chizmani qo'lda bajaramiz. An'anaviy usulda ishlab chiqarish jarayoni ham an'anaviy, ya'ni inson o'sha stanokning oldida turib, inson omili ishtirok etadi, ishchi yasigida va natija tayyor bo'ladi. Buni o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Birinchidan, an'anaviy usulda chizma bajarishning o'zida kamchilikka yo'l qo'yilishi mumkin. Ya'ni davlat ta'lim davlat chizmaga qo'yilgan standartda davlat tomonidan bu yerda chiziq turi, shriftlar va hokazolarga juda qat'iy rioya qilishda kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari buni an'anaviy usulda biz oldindan tekshira olmaymiz, uni kamchiliklarni. Boya aytgan KE tizimimiz bor edi, u bu yerda ishlamaydi. Endi ishlab chiqarish jarayoni ham an'anaviy usulda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham inson omili bor. Avtomatlashmaganligi uchun ishlab chiqaruvchi, ya'ni o'sha stanokning oldida turgan insonni o'zini ham shaxsiy qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'yish demak xususiyati bo'lishi mumkin. Shu tariqa mana bu jarayon butun boshli jarayon, ishlab chiqarish jarayoni uzoq muddatga cho'ziladi, qimmatga aylanadi va shu bilan birga aniqlik pasayib ketadi. Chunki ikkita omil bor, o'sha ikkita omildan bittasi xato qilsa, natijada albatta xatolikka yo'l qo'yilishi mumkin. Endi hozirgi kunda aralash bilan ham demak ishlab kelinmoqda. Bunda biz obyektlarni, ya'ni ishlab chiqariladigan buyumlarni raqamli loyihalaymiz. Bu boyaga aytganimiz kompyuter dasturlarida. Ishlab chiqarish bo'lsa, qaysidir joylarda baribir an'anaviy usulda qoladi. Bu yerda endi o'rtacha natijaga erishishimiz mumkin. Chunki loyihalar jarayonida biz xatolikka yo'l qo'ymasak ham, mana bu joyda inson omili bor. Ishlab chiqarish jarayonida bu yerda ham boya aytganimizdek shaxsiy qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'yib, bunda natija nisbatan tezroq va nisbatan arzonroq bo'ladi. Lekin an'anaviy usulga nisbatan chegaralangan. Bu yerda chegaralangan deganda, mana bu joyda biz aniqlikka yo'l qo'yganimiz uchun xatolarsiz chegara ichida, ya'ni fan doirasida qo'yilgan talablarga rioya qilgan holda ishlab chiqarish jarayoni shakllanadi. Endi raqamlashganda
hozirgi kunda konseptual deyishimiz ham o'zi noto'g'ri. Ko'pgina joylarda, ko'pgina davlatlarda, o'zimizni qo'shni davlatlarda ham raqamlashtirishga o'tilgan. Ya'ni loyihalash jarayoni ham avtomatlashtirilgan, raqamli texnologiyalardan foydalaniladi va ishlab chiqarish jarayoni ham to'liq avtomatlashtirilgan additiv texnologiyalarga o'tib ketilgan yoki bo'lmasam CPU stanoklar. Bu albatta mana bu joyda umuman xatolikni yo'l qo'yishni inkor qiladi. Sababi siz mana bu joyda nimani nazarda tutgan bo'lsangiz, bu texnologiya xuddi shuni amalga oshiradi. Ya'ni bu yerda shaxsiy qarashlar, shaxsiy xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin emas. Chunki raqamli texnologiya endi mana bu joyda agar biz o'sha muhandisni o'zini to'g'ri ta'lim berib, uni mutaxassis sifatida shakllantiradigan bo'lsak, natija albatta boyagi ikkita usulga nisbatan, ikkita tendensiyaga nisbatan demak ancha yuqori bo'ladi, xatoliklarsiz. Chunki xatoliklarsiz deganimiz bu yerda agar muhandisni o'zi xato qilmasa, mana bu joyda dasturlardan foydalanib, uni xatosini, kamchiliklarini to'g'rilash mumkin. Shu tariqa ishlab chiqarish jarayoni to'liq avtomatlashadi, xatoliklarsiz bo'ladi, arzon deganda mana bu joyda demak ishchiga oylik to'lanmaydi, uni vaqti inobatga olinmaydi. Tezlik deganda vaqtini inobatga olamiz, ya'ni bu kecha-yu kunduz 24 soat ishlash mumkin degani. Mana bu joyda esa albatta mehnat kodeksi bo'yicha ularni ishlatish kerak bo'ladi. Bu ishlab chiqaruvchi nuqtai nazardan qaraganda. Ana endi bundan ham konseptual yondashuv bor. Uni bu mashg'ulotda ko'rmaymiz. Konseptualligi shundan iboratki, hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda raqamli loyihalashdan ham voz kechib, to'g'ridan to'g'ri demak 3D modelni yaratish, ya'ni chizmasiz ishlab chiqarishga o'tilyapti. Bu degani chizmani tekst chizmadan voz kechilyapti. 3D modelni o'zidan uni to'g'ridan to'g'ri pechatga, ya'ni chop etishga berib yoki CPU stanokka berib ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan. Bu hozirgi kunda qaysidir ma'noda tajriba sinovida amalga oshirilyapti. Lekin bu ham kelajakda bizni kutayotgan jarayonlar, bunga ham tayyor bo'lishimiz kerak ekan. E'tiboringlar uchun rahmat.